Farzandlarimizni saxiy insonlardan qilgin. Avlodlarimizdan bo'lsa ham, zurriyotlarimizdan bo'lsa ham, Allohim bittagina bo'lsa ham qorilarni chiqargin yo Parvardigori olam. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning oldilariga ummat bo'lib borishlikni nasib ruzaylagin yo Rabbim. Payg'ambarimizga qo'shni bo'lishni nasib etgin yo Alloh. Yo Rabbim, namoyi amolimizni o'ng qo'limizdan bergin yo Parvardigor olam. Jannatlarga kirishni nasib etgin yo Rabbim. Bilib bilmasdan qilgan xatolarimizni kechir. Yo Rabbim, bandangmiz, qulingmiz. Bilib bilmasdan qilgan gunohlarimizni kechir. Bilib bilmasdan qilgan xatolarimizni kechirgin yo Rabbim. Yo Parvardigor olam, yo Rabbim. Ota-onalarimizni tanajonlarini sog' qilgin. Ota-onalarimizni umrlarini uzoq qilgin. Ota-onalarimizni Arabistonga farz hajlarga jo'natishni nasib ruzaylagin. Yo Rabbim, meni ham masjid qilaydigan, madrasa qilaydigan, yetim yesirlarga xayr qilaydigan, beva bechoralarga xayr qilaydigan, buzuq yo'llarni, buzuq ko'pirlarni sozlaydigan boylardan, millionerlardan qilgin bizlarni ham yo Rabbim. Yo Rabbim, yo Alloh jonim, sendan o'tirib so'rayman, yolvorib so'rayman. Butun dunyodagi bemorlarning dardiga Allohim qudratingdan shifoi komillar bergin yo Rabbim. Farzand talabida yurgan bandalaringga qudratingdan soliha farzandlar ato etgin. Yo Rabbim, musofir yurtda yurgan bandalaringni hammasini o'z panohingda asra. Yo Alloh, yurtboshlarimizni, prezidentlarimizni tanajonlarini sog' qilgin, umrlarini uzoq qilgin. Yo